Assalomu alaykum. Shuhtil Life obunaçıları. Bir aylanıp Toshkentga kelib qoldik ishlar bilan. Birdan shu Chorsu bozorina kelish yada tushib ketdi. Bir yoshlikni eslab, bu necha yillar eldan shu Chorsu bozorina kelar edik, savdo etar edik, go'sht olar edik. İnternetlarda bir yerda bir ovqat bozori ko'rib qolgan edik, shularni topsak ko'rsatarmiz degan maqsadda endi bu videoni qilyapman. Bundan tashqari bu kanalimizda ko'pdan beri bir vlog chiqarman edik. Shuna bir Toshkentning Chorsu bozorini bir aylanib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Videoni oldindan esa bir like'larni bosib beringlar va biz video roliklarimizni boshlaymiz. Girishimizdan boshlandi. Şimdi gök somsalar var ekan yana. Giraverishda Fantalla. Yosh vaqtimda yo'q edi o'xshaydi bu Fanta. Yodimda yo'q edi. Fanta yo'q edi menimcha. Bir de gemiyani men bir 10 yildan oshdi o'xshaydi. Yan tarafda kiyim-kechaklar. Şu an tarafta mekan ya yani. Azıcık ovqat bozor. Hava issiq. Futbolkadan yursa bo'ladi. Bir anda gündüz ishonni bir ko'p chiqadi qani. Ishona bir gidib ko'rmagan edim. Turistlar yurtda aylanib kamera olib Toshkentni ko'rsatib yuribdilar kamera olib. İnşallah o'xshaydi ya ovqat pishirib tushira. Dut bo'lib yotdi-ku. Ana. Shu. Hamma turist shu yerda. Tatki shashlik deganlar. Yine. Statçı. Lamb. Can you okay? 25. Can you okay? $100 İngilizce. Lekin ingliz bilan shogird olmaysizmi? Avvalo bu do'li. One. Kim İranlı Peki 20 binden geldi. Bu başka. Hangi bu başka? Bana korkuyorsun. Xanım getib turibdi shaqirlatib. Pirashki deydi. Voy bu tutatishma jalliq-ku bu yerda. Bir yere gidib ko'rmagan edim. Lekin hozir endi O'zbekistondan shu ovqat bozor mashhur bo'lib boshladi butun dunyo bo'yicha. Tak, ko'ralik yana bu tarafda novlar bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shashliklaringiz necha so'm? 20 mingdan hamma shashlik. Hammasi 20 ming, Hammasi. Bu nori rang. Bu nori. Necha so'm bu? 45 ming 50 ming ko'rsat. 45 ming 50 ming. Ko'rsat. Bu kasp bo'lsa kerak. Kaspmi bu? Necha so'm? Bitta duo bersiz, beraman. Ha? Bitta duo qilsiz, beraman. Ben Bitta duoga bitta porsiya. Yo'q, ben dua qilib pulman qariya aka emasman. Ben blogerman. O'zi necha so'mmi? Porsiyasi 50 mingdan bozor bo'yicha. 50 ming so'm, hamma yerda bir xil baho. Bu yoqda men o'sha kilosi taxminan yolg'on olmasam 180 mingga chiqqan, porsiyasini 60 ming 70 mingga sotishadi.
orqadagi saygaklari olsa agar sochma sotishadi. O'zi bersa 50-60 ming sotadi. Bu ichida nima bor? Qo'y mol. Ha? Qo'y mol. Qo'y mol go'shti. Mazali bo'lsa kerak, bir yeb ko'ramizmi ekan ya? Bir porsiyasi 50 ming dedingizmi? Ha, buni hozir tatib ko'rsa bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xorazmdanmisiz? Xorazmdan. Shu tishgan olib ketishgan. Ha. Ha. Ichib qo'ysangiz, qo'g'alarim olib bemalol gaplashib o'tirib choy qo'y ichib. Yarim porsiya ham berasizmi? Yo'q, bozorda hammada shunaqa. Bir porsiya. Do'yib qolarman. Choyi noni ne? Bir xil bo'lganda choy non adden. Choy noni deyiladi. Abi. Yeb ko'ralım ekan. Sho'rvalarni ham addenni qilib beraman, o'zingiz yoqqancha me'yorni solib yeysiz. Hozir bu yerdan ko'rali qani, ya. Yana yoqadigan narsa bo'lsa. O'zini yeb ko'rganlar mana oldimga o'tsanasizmi? Обязательно kelaman. Hozir boshqa menyularni yeb mana oldimga kelishadi. Nima yoki o'zi birov olib sotadi. Biz o'zimiz. Bo'ldi, hozir ko'rali qani bu yerdan. Barakatli bo'lsin. Hammani klienti bor o'ziga yarasha. Bu anda bir tuyaqmi bir narsalarni ham ko'rdim-da. Shularni ham bir ko'rib edim. Rahmat. Vah. Mana. Mazal narsalar, dillar ham bor ekan. Shundan yeb ko'raveramizmi ekan tuyaqdan. Bu necha so'm bu? 55 ming porsiyasi. 55 ming porsiyasi, ha? Kollagen. Baş. Aha. Bu qo'yni tili, ha? Qo'yni tili. Bu necha so'm? 25 ming donasi. 25 ming so'm donasi. Bular ne? 50 ming porsiyasi. 50 ming so'm porsiyasi. Baliqlar bor ekan, qovurilgan. Voy. Bu necha so'm? 20 mingdan. 20 mingdan. O'zi Urganchdan shunday ovqat bozor tashkillashtirish kerak ekan. Butun turistlar shu yerda. Hamma shu yerda. Ha, turistlar. Butun tutun, qiy-chuv. Gelish kerak ekan, buni olmagan. Ha, golubsi. So'ramas. Golubsi, kalla po'cha ham bor ekan. Assalomu alaykum. Kalla po'cha bor, aynan manti. Necha so'm ekan bu? 60 ming porsiyasi. Porsiyasi 60 ming. Porsiyasi 60 ming. Kalla yeyishga riskatimiz. 50 ming so'mdan bola. Bunda ovqat bu. Ovqat sho'ri Necha so'm? 40 ming so'm. 40 ming so'm ekan. Ovqat sho'rva. Nima haliyam? Butun turistlar yuribdi. Sayyohlar. Palov. Palov necha so'm ekan? Palov 40 ming bo'ladi. 40 ming so'm, porsiyasi 40 ming so'm. Yog'lari bilan shashliklar. Shashliklaringiz necha so'm? 20 ming so'm. 20 ming. Bu ijanami shunday, Janam shunday. Go'shi bir xilda, miyasi adinaki. Nov go'shti bu? Mol. Mol go'sht. Mol go'sht 20 ming so'mdan. Kelaylik. Mazali istagan turibdi. Hozir endi bu tuyak yeyveraman, shu yoqib turibdi. Mana bu xasibdan go'rzakadimdan shu tuyak yoqib turibdi. Shundan urib beramiz menimcha. Bu yerda bir xatirniki yoqdi. Bu yerdan ham yo'radi. Shu menyuda yana shashlik, xasib bor. Tutatdi, jalli ketib turibdi, ha? Farman. Kalla paşa bayna. Üç kellanın özü bir porsi bo'ladimi?
Kellesini alsan neçə son boladır? 250 min. Oh, canada. 250 min ekan. İnayım bu əcəm yaxşı ekan. Karın, tuyaq, aralaş, geç tuttu. Yəni köp нәрsə gərəkməydi bana. Biznes üçün bunda bir dənələ Soğuk ayak. Bu ne oldu? Kaynatma şoru. Ramon var, norin var. Neçə som? Porsiyası 40 bin som, he? 40 bin somla. Şu vəziyyət tutdu karım bilən tuyaq. Siz? Sille magazin. Neçə som bu? Əfkəm neçə son mu? Satmayacak mı ya? Balıklarını yine taklak koyadılar. Narına karanlığa tiyinle baklaşıyorlar. Neçə somdan mı? 60 bin. 60 bin som en kurses. 60 bin. Tamam mister, tamam. Şaşlıkla geç tuttu uşağlar. Selamünaleyküm. Neyine? Indiyadan hem yayarlar. Çıkıl be, ama turist şöyle geledi okşaydı. Şimdi Urgenç'te teşkilleştirse piva barıp oturmaydı ama. Sağ olun. Özümə avukat tənlədim. Hazır kartadan savda etsəm olamı desəm, yox dedi. Bankomatdan midələ bəkkələ istədi. Köbəməz bir yüzlük alamam bu oldu. 100 bin soma doysam gerek. Tak 60 bin som dedi bir porsiyasını. Az görəmiz. Pul alamızdan bir yüzlük alıp durup avukatlanamız. $100 bin som yeterdi. Bir yüzlük avukatlanıp göremiz az. Kelyapmiz, mana kelyapmiz. İyisi apetitni açıp berdi lekin bu yerini. Mağazalar deyip, sollar deyip bering. Abi sizden reklam etemiz axir. O'tib, yoqib oling. Aha. Men opa olasan. Ha. Men non berasan shu akaga ketgasan. Ha. Mana o'sha qo'tiringiz. Hop. Hop. Şurada oturamiz. Çay ham bering, çay. Gök çay. Ha. Xudo qilja. Qo'rqaysan shu. Aha. Ana. Olmaydi. Ha, yaxshi. Göremiz endi. Birinchi tashiganmisiz? Yana Xorazmdanligimiz bilib qoldilar. Xorazm, Burki,
gap yo'q-da. Ha. Bu yerdan Toshkentliklar farazim birinchidan palov etarlar. ay. Bu baragi og'aynilarim hozir Xivada Urganchda birga xizmat qilgan og'aynilarim bor. Ha. Burasi nima qilib yer edi? Men Dalnibochi bo'lganman-da. Oo. Katta boshim minganman. Yaxshi. O'shaymi? Achchiqlarmi qilgan? Kasabaring endi bizlar abi. Oy, ikkita fera olib kel. Ko'ramiz hozir. Nechik bo'ladi ekan? Ataxon bilan yana sizdan o'zi qazatdingiz. Yana ikkita olib kel. Tashlik ayt. Siz shashlik aytdingiz, ha? Mani o'g'lim 50 ga kiryapti. Bitta o'g'lim 45 ga, qizim 44 ga kiradi mana oktyabrda. Ay, shunday ovqat ekanmi? Ne yapıyorsunuz? Olele, 30 olele. Karnını doydurdu. Əməllər. İndi mən bir aylıqsa emas, yesə boladı. Karın fiyakı yedim. Tek 55.000 so'm ekan, keyin yarım non aldım. Bir çaynik çay, opşi 75.000 so'm bo'ldi. 70.000 bering dedim, o'tmadi. Xatın Mekke ekan. Ish qilib yedik, karnını doydurdik. Bir gelip görsə boladı. Turistlara lekin dim qiziqarlar ekan bu yer. Hamma gelip görüp yeb turibdilar. Bərbi özlərimiz Xorazmni ovqatlari mazalarak, menimcha shu bizani uy yon tarafda ishunning ovqat bozor etgan ma'qul. Mana shundasa bizani xilma-xil ovqatlarimiz bor. Kimdir yana biznes etsa shuni etsa bo'ladi. Boshlanishini 1-2 to'shkati bostandan kengaytirib, birdan shunday bozor emasdan, bom endi yillar davomida shunday qilib shakllanib kelgan bo'lsa kerak, rivojlanib. Yine yengilik u yandan shuning ovqat bozor ochsangizlar bütün dünyadan geledilerden görülediler. Ana Indiyada bir yandan bulat durup kasırda bas tuttular ki bütün dünya meşgul oldu. Bizani bunlardan ham zor bir-birisinden mazalı barmakların yeberedi 10 derecede ovqatlarımız var, milli taomlarımız var. Eteri ovqat bazarı açsa bu qana. Ana. İş qilib eğer bize yanında açsanızlar kam 10 misla 30 misla basış gerek. Eğer mobada sizler hem işini ovqat bazara gelecek olsanızlar, Çarsu bazarına gelseniz de şurada ozuq ovqat bazarı var. Girip özlerinizde yakka ovqatlarını yiyip degustasiya etib görərsizlər. Biz ise devam etemiz endi videolarını aşağılara getib bazarın içini görüp çıkamız. Çarsu bazardaki kurt bazarına mı geldik yana? Xilma-xil kurtlar var. Acı xilisi deysizlərmi? Kapçonli xilisi, rayxanlı, yine bu öt acı xilisi. Her xilisinden var, her xil formadan. Kilalapan, ştuşnilalapan, sada veradilar. Berem şu. Ya rahmet. Rahmet. Ya, rahmet. Neçə somdan bu? 90 bin so'm kilosi. 85 mingdan falan. Uni 100 gram 1 so'mga qilib beraman. 100 gram? 1 so'mga qilib beraman. Yaxshi. Yana kelishdi. Ha, rahmat. Mana bu. Mazali ekanligi. Ya, rahmat. Ha, oldim, yedim. Pasiyali xillar bor. Yaxshi e'lon qimmat, lekin mazali. Zor biznes bo'lib turibdi isham. Kurt biznesi. Şu biznes ham yo'q biz yanında. Doğralan geçir, kilalab sataveradilar. Kaç var? 12 so'mdan kishi. Sariq islami, qizil islami. Necha so'mdan? Necha
kilosu necha so'm? Qancha kilosi? 15. 15 mingdan. Zo'r biznes. Ozarbayjondagi degan tip taqlaq tutdilar qo'shirayapti terib. Yanda Xorazmdan dehqon bozorda shunday qo'yishlari kerak. Chiroyli bo'lib turadi. Charsudagi asosiy gumbazli bozorning ichiga kiramiz. Yopiq bozor. Bu yerda ko'pincha go'sht mahsulotlari sotilar edi. Shu bir yosh vaqtda o'qishlarga topshirib yurgan vaqtlarimiz kelar edik bu yerga. O'zgarmagan bo'lsa, ha, yana go'shtlar. Chetdan kelgan go'shtlar, yanda ziravorlar. Boshlandi. Go'shtlar asosiy. Bu yerda asosiy go'sht sotiladi. Chiroyli. Assalomu alaykum. Necha puldan bo'lib turibdi? 125 mingdan ham kilosi. Qo'y go'shti, mol go'shti, hammasidan bor. Sut mahsulotlari ham. Tvorog, qaymoq, chakki. Kurtan var ham bu yerdan. Qanchadan qo'y go'shtlari? 160 ming kilosi. Qo'shqor go'shti 160 ming so'mdan ekan. Dumbanang. Bulancha so'm? 130 ming kilosi, ha? Yomon emas, dumba ham 130 ming ekan kilosi. Oh, ot go'shti ham bor ekan bu yerda. Sağ olun. Qanchadan ot go'shti? 115 ming so'm. Ot go'shti 115 ming so'mdan. Tuyoqlar 70 ming so'mdan bir donasi. 55 ming so'mdan. 65 ming so'mdan. Zigiriklar. To'q go'shtlar ham bor ekan. Go'sht bozor. Xilma-xil go'shtlar bor. Endi ikkinchi etajda asosiy pripravalar sotiladi. Bu yerda yana duzlamalar bor. Turistlar doimgidek aylanib o'tdi. Ovqatni yeydilar, aylanib yuraveradilar. Bak. Mazlisda geldi yana. Ras palovlar bilan ketadigan bu. Lag'monlar ham tayyor sotiladi ekan yana. To'g'ri ovqatga solib beraverasan. Yanda duzlamalar ketdi. Tumalaqati duzik qo'ydilar. Aylanib yuraverasan ichinde. Şu 10 yildan ham ziyod bo'ldi bu yerga kelmaganman. Şu yosh vaqtlari kelar edikda. 2006-2007 yillardami canım. 2004 yillarda da o'xshaydi menimcha. Shu vaqtlarda kelar edik. Bu yerdagilar bilan. Shu duruşu hech qanday o'zgarish yo'q. Yillar davomida atari go'shtchilar ko'padi, men tuzlamalar uncha yo'q edi. Ya xiyolim ammo shu go'sht olib ketar edik bu yerdan.
4 minuty пока. Gümbezin ikinci etajından çıktık. Bir yerde şu çakka çukkala. Görünüş. Şimdi sayaklar için zor caydan bir yerine. O da köp duraveradilar. Bu videolarımızda sizlere şu Toshkentdagi Çarsu bazarını, ayniqsa şu Avukat bazarını görsatishga harakat etdik. Videolarımız yoqqan bo'lsa, like'larni bosing, kommentariyamda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Endi Toshkentda har vaqt ham ishlar bilan kelib turamiz. Yana keyingi safar bu bazardan novlarni ko'proq ko'rsatali, kommentariyaga yozib qoldiraveringlar. O'qiyimizdan keyingi safar kelganda ko'rsatib, tanishtirib boraveramiz sizlarga. Shuning bilan esa videoroliklarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Toshkentga kelsangizlar, albatta shu Chorsu bozorini kelinglar. Bir aylanib ketasizlar, maza qilib, ayniqsa shu ovqatlarni yeyecek bo'lsangizlar, shashliklarni yenglar, mana shashlik yoqdi. Qarın tuyaqdan ham ko'ra, endi bilmadim, balkim boshqa yerlarda mazallarroq pishirar. Jib ko'raverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'sh.